Assalomu alaykum akalar. 140 talik ekskavatorimizni ham ancha ishlam bitkazib qo'yganmiz. Bu yoqda gidron asoslari xudo xolasi tayyor bo'ldi. Ichilarini polni rem komplekt zapchastlarini alishtirib qo'ydik. Balansirovka saniylarni ham joyiga qo'yib qo'ydim. Bu yoqda ayrim silindrlarga saniylarni qo'ydim. Korobkasidan ham moy oqitgan ekan, tagiga korobkalarni havasdagi saniylarni qo'yib, bu yoqda gaz pedal, tormoz pedal, bronzalari ham o'ta achinarli ahvolga kelib qolgan ekan. Tekis sinib ham ketibdi. Qo'yib, salon ichidan umuman moy chiqmaydi qoqib berdi. Akalar kuzatib turinglar, xudo xolasa bitgan videolarni ham qo'yamiz. Pavorotnilarimizga ham zapchastlarni alishtirdik. Motor qismini, rem komplektini ham ancha ichlarini qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqda Venus saniyalar alishadi. Tagidan seldorlar chiqazib ekan, ko'rishingiz mumkin. Venus saniyalarni ham alishtirib, umuman seldor chiqmaydi qoqib beramiz. Kuzatib turinglar, xudo xolasa bitgan videolarni ham qo'yamiz.